Avtomobilingiz tez buzilyaptimi? Sifatli arzon zapchast qayerdaligini bilmayapsizmi? Unda ushbu video aynan siz uchun. 280 mingdan boshlanar ekan Spark'ga arzon sifatli 6 oy garantiyali radiator Damas'ga evakor ko'rilari kelibdi. Shu uchalasi 280 ming so'm, 270 qilib beraman deyapti. Bundan tashqari chexollar 180 mingdan boshlanar ekan, balon qoraytiradi 20 ming so'mdan ekan barchasi. Undan tashqari Pobeda signali original 135 ming ekan, eshikni yopishtiradigan yubkalar 5 ming so'mdan. Istalgan turli atirlaringiz bor ekan, 10 ming, 65 ming qilib beraman deyapti. Energy, Gazprom, Zik o'zi 50 ming, kanal orqali kelsa 40 mingdan qilib beraman deyapti buni. Bu eng oxirgi narxi 50 ming chiqar ekan. X-Volt 80 ming chiqarib beraman deyapti. 25 mingdan ekan, 20 mingdan chiqarib beraman deyapti. Bu hammasi 20 ming, 25 ming yozib qo'ygan bilan 20 mingdan qilib berar ekan. Diamond quloqli monitorimizni 6ga 128 taligi $100 ekan. Necha pul deyapmish radarimiz? 1.800.000 qilib berar ekan. Inspektor $160 ekan. Bundan arzon bo'lsa deyapti, yana 100 ming so'm o'tib beraman deyapti. CC2 bo'lyapti, narx sindirish bo'lsa sindiramiz deyapti, $85 chiqar ekan. Bundan arzon topolmaysiz. Akalar kalpanglar yomonlari kelgan 45 ming so'mdan boshlanar